Biz tevekkülçilerning nesli. Biz ishenguvchilar. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Biz hırslardan g'olib kelish uchun qiyin ishlarni qilishni xohlaymiz. Mana bu orqali o'zimizning eng yaxshi holimizni o'ttirg'i chiqara olamiz. Kechmishimiz bizni muvaffaqiyatga va yana ochiq ziyonga ilib bordi. We come together today to mourn the loss of 7 brave Americans. Shundaqdimi? Fojia va umutsizliklarga duch kelgandimi? Tiz bukmaymiz. Davomliq tirishimiz. Biz davomliq ishimiz. Olam bo'shligidan qaraganda biz bir butun yer sharimizni ko'ramiz. Biz u duch kelayotgan xirslarni ko'ramiz va bu xirslarga birlikda taqobil turamiz. Biz voz kechmaymiz. Ko'n odatlarimizga jang e'lon qilamiz. Biz hozirgi holatimizni qabul qilishni rad qilamiz. Hozirgi davrimiz to'limi jafoliq. Lekin biz yanıla tiz bukmaymiz. Biz yanıla umid bog'layveramiz. Aydın yulduzlargacha, olam bo'shligigacha tekshirib izlanishlarimizgacha. Bu yerda biz hozir duch kelgan xirisdan halqagan bir kun. Curiosity, insight, spirit, opportunity. If you think about it, all of these names of past Mars rovers are qualities we possess as humans. 10, 9, ignition sequence start. But if rovers are to be the qualities of us as a race, We may have had an instrumentation problem. we missed the most important thing, 3, 2, perseverance. all engine running. Liftoff. We have a liftoff. Biz tevekkülçilerning nesli. Mars safarimizda nurg'un to'solg'ularga duch kelamiz. Lekin biz insonlar hargiz voz kechmaymiz. Biz yanıla tiz bukmaymiz.